Assalomu alaykum. Доброе утро. Good morning. Konnichiwa. Namaste. U yog'iga bilmaysiz. Bilaman, aniq bilmaysiz. Sababiki dunyo bo'yicha har xil so'rash bor, salomlashish bor, Albatta, ko'rishish albatta, bor, albatta, urf-odatlari bor, albatta. lekin tibbiyotni tili bitta. Albatta. Maqsadi ham bitta, odamlarni davolash, to'g'rimi? Qarang Oybek, bugungi ko'rsatuvimizga shunaqangi mutaxassisni chaqirib qo'yganmiz. Mana shu muborak Ramazon oyida juda ham ko'pchilikda juda ham ko'p savollar bor Oybek. Shu savollarga javob topamiz siz bilan birga. Bilasizmi, bu mavzuni 1 yil oldin yoritgan edik. Juda ko'pchilikda e'tiroz ham bo'lgan, juda ayniqsa. ko'pchilik bizdan minnatdor ham bo'lgan. Lekin mana shunday bo'lishiga qaramasdan, biz bugun ko'rsatuvimiz mavzusini qandli diabetga bag'ishlaymiz. Umuman, Ramazon oyida qandli diabet bilan og'rigan bemorlar ro'za tutsa bo'ladimi yoki yo'q? Buni savoli albatta javobsiz qolmaydi va bizning mutaxassislarimiz hozir bu savollarga javob berishadi. To'g'rimi aziz aka? Albatta, Keling albatta. ularni taklif etamiz. Marhamat. Demak, bizning mutaxassislarimiz qarsakiylar ostida juda ham oliy toifali shifokor, ajoyib endokrinolog doktor Musakova va shu qatorda yana bir endokrinolog shifokor Nozima Nazarova qarsakiylar ostida kelinglar. Qandli diabet bilan og'riyman, ro'za tutsam bo'ladimi? Og'iz qurish chanqashi bu bir belgi hisoblanadi. Ro'za paytida muborak oyda biz 1 oy och yuramiz. Bu nimaga foyda-yu, nimaga zarar? Asoratli bo'lsa, albatta u insonlarga ro'za tutish tavsiya etilmaydi. Xalqimiz bilish kerak. Ochlik bilan birdaniga ozib bo'lmaydi. Nazorat qilishi qandli diabet kasal o'zi ham bilish kerak. Azaka, telefonimga juda ko'p murojaatlar kelib tushyapti. Muborak oyda, ya'ni Ramazon oyida qandli diabet bilan og'riyman, ro'za tutsam bo'ladimi? Umuman ochlik foydami yoki qandli diabetimni qaysi tarzda tushirganim yaxshiroq? Yoki men muntazam ravishda qandli diabet bilan mana 20 yildan beri og'riyman, lekin hech qayrim bezovta qilmaydi. Qachondir kelib bezovta qilishi mumkinmi? Mana shunaqa savollar juda ham ko'payib ketdi. Demak, yaxshilar, bugun Allo doktor loyihasi orqali biz mana shu mutaxassislar bilan birgalikda bir nechta savollarga javoblarni olamiz, to'g'rimi? Albatta Oybek, qarang. Men Ramazon oyida ro'za tutsam bo'ladimi? Ro'zadan keyin 2 kun 1 kun tutib ko'rdim, mazam bo'lmayapti. Salomatligim qurib qolyapman, chanqab qolyapman degan savollar har yili beriladigan savol. Har yili juda ham ko'pchilik. Bu oyda nima bo'ladi? O'zi aslida Ramazon oyidagi endokrin sistemada o'zgarish bo'ladi. Faqat farqi Oybek, boshqa oylardan ko'ra Ramazon oyini endokrin sistemasining o'zgarishlari bu vaqtincha bo'ladi. Demak, vaqtincha 30 kun ovqatlanish rejimi buziladi, uyqu rejimi buziladi, melatonin deymiz, kortizol deymiz, gormonlarni ishlab chiqarish vaqti o'zgargani uchun vaqtinchalik organizmda insulin deymiz, o'shani ishlab chiqarilishi yoki so'rilishi, uning natijasida qondagi qand miqdorini parchalanish degan o'zgarishlar vaqtincha ro'y beradi. Endi azizaki, yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. O'zi ochlik nimaga foyda deydigan insonlarga ba'zi birlar o'ylaydiki, men 1 oy och yurib ro'za tutsam ozaman. Yo'q, azizlar, yillab yig'ilgan bu yog' qatlamlari bor yo'q 30 kunda parchalanib, ozib, hali xipchi belli 60 ga 90 bo'lib qolmaysiz. Sababiki buning uchun anchagina mehnat kerak bo'ladi, ayniqsa ayollarda. Chunki erkaklar ko'pincha harakat orqali yoki bo'lmasa ovqatlarni kamaytirish orqali yoki uglevodni kamaytirib oqsilga o'tish orqali ham ozishga erishishadi. Ayollarda bu narsa endokrin masalalari bo'yicha ketadi, chunki o'sha buqoq deymiz, tashqi buqoq, ichki buqoq yoki bo'lmasa gormonlarni buzilishi deymiz. Buning uchun hammasi shifokor maslahati bilan bo'lishi kerak. Aslida qonun qoida shunaqa. Endi och yurish nimaga foyda? Och yurish, meni buvim aytardilar, och yurgan insonni miyasi yaxshilaydi derdilar. Vokal o'qituvchim aytardi, och qoringa ovoz yaxshi chiqadi derdilar. Ovqat yeb qo'ysang unchalik shug'ullanmaysan. Ya'ni nafas olish qiyinlashadi derdilar. Mashg'ulot trenerim aytardi, och kelsang ko'proq shug'ullanasan, gormonlaring yaxshi ishlaydi, foyda ko'proq bo'ladi. Aslida ro'za paytida muborak oyda biz 1 oy och yuramiz. Bu nimaga foyda-yu, nimaga zarar? Lekin yana bitta tomoni bor, aziz aka. Ko'pincha tanishlarim aytadi, och yurishga yuraman-u deydi. Og'zim quriydi deydi. Menda qandli diabet bo'lsa kerak.
degan taxminlarni ham qilib qo'yishadi. Men birinchi savolni keling, hozir siz o'z fikrlaringizni aytishingizdan oldin doktor Musakovaga murojaat qilaylik. Har holda og'iz qurishi, ko'zni tez-tez yumilib ketishi yoki haligi charchoq, surunkali charchoq, haligi ovqat yesa ham ovqatni hazm bo'lmasligi. Bu aslida nima bo'lyapti? Boshqa davlatlarga borsak, 3 mahal, 4 mahal, kerak bo'lsa 5 mahal ovqat iste'mol qilamiz. Sport bilan bemalol shug'ullanamiz, yaxshi nafas olamiz. Lekin qaytib kelganimizdan keyin muammolar boshlanadi deyshadi. Bu havo bilan bog'lashadi. Lekin aslida ayb o'zimizda ham. Sababi harakatimiz kamayib qolsa kerak deb o'ylayman. Shunaqa. Ko'pchilik insonlar haqiqatdan og'zim quriydi, chanqiyman, lekin qondagi qand miqdorini o'lchashga qo'rqaman. Birdaniga qandli diabet chiqib qolsa, nima qilaman degan qo'rquvlar bilan yurishadi. Juda ham ko'pchilikda shu nima deydi, gaplarni eshitamiz. Umuman og'iz qurish, chanqashi bu bir belgi hisoblanadi. To'g'ri, qandli diabetni eng asosiy belgilaridan bittasi og'iz qurish, chanqash va peshobga tez-tez borish. Aha. Lekin yana og'iz qurish, chanqashi boshqa bir kasalliklarda ham bo'ladi. Masalan, og'iz qurishi mana kechasi bunni bitib qolgan insonlar bor, riniti bor, allergiyasi bor, ertalab tursa og'zi quriydi. Yoki masalan o't qopida o'sha xolesistit deymiz, o'sha yallig'lanish, dimlanish bo'lsa ham shu ertalab turganda og'zim quriydi, og'zimga bir qanaqadir nima deydi, gorish keladi deydi, bir ta'xir ta'm keladi deydi. Aytmoqchimanki, bu belgi hisoblanadi. Shuning uchun har doim aytamiz, qandli diabetdan qo'rqish kerak emas. Qandli diabet bu umuman Yevropa mamlakatlarida qandli diabetni kasallik deb hisoblashmaydi. Ularni hayot tarzi deb hisoblashadi. Mana siz hozir hayron bo'lyapsiz, haqiqatdan shunaqa. Lekin men oxirgi ma'lumotlarni o'qigandim, Yevropada o'zi qandli diabet bilan og'riydigan insonlar juda ham ko'p. Boshqa davlatlarga nisbatan. Aytmoqchiman, bu obrazini говоря deydi-yu. Sahrni diabet это не болезнь, это образ жизни deydi. Bu kasallik emas, bu hayot tarzi deydi. Aytmoqchimanki, bizani O'zbekiston regionida bu qandli diabet juda katta katastrofa, katta kasallik hisoblanadi. Chunki insonlar o'ziga umuman qaramaydi, qand miqdorini o'lchamaydi. Qandli diabet haqida gapiryapman. Lekin Yevropa mamlakatlarida qandli diabet insonlar juda ham o'ziga ko'p e'tibor beradi. Parhez qiladi. Da, birinchi bo'lib shu to'g'ri ovqatlanadi, vaqtida qand tushiradigan dori vositalarini ichadi, insulinini oladi va u yerda 40-50 yil yashash mumkin qandli diabeti bor insonlar. Umuman qandli diabet, bundan o'ylab qarasangiz, ikkinchi tip haqida gapiryapman, unaqa yomon kasallikka kirmaydi. Uni asoratlari yomon. Qandli diabet tomdan taraza tushganda paydo bo'lib qolmaydi. Qandli diabet tashxisini qo'yish uchun birinchidan mingta tekshiruv kerak. Masalan, lekin ungacha qandli diabet oldi holatlari degan narsa bor. Biz har doim aytamiz, voy baraka topkur, qandli diabetga chalinib qolishdan, qo'rqishdan oldin qandli diabet oldi holatiga e'tibor berlaring deydi. Uni ham o'ziga yarasha belgilari bor. Masalan, sizda ortiqcha tana vazningiz bor. Bu uje siz o'ylashingiz kerak, uje o'ylash kerak bo'lgan faktorlarga kiradi. Ya'ni menda ortiqcha tana vaznim bor, imiti to'g'ri kelmayapti. Nimagadir sog'lig'imda o'zgarish bo'lib qolish ehtimoli bor. Eng kuchli chalinadigan narsa bu qandli diabet bo'lib qolishi mumkin degan xayolga inson borishi shart bo'ladi o'sha. Yo'q, mana qarang, endi doktor Musakovani oldiga bu ortiqcha vazn bilan kelayotgan ayollar, qizlar, voyaga yetmagan yigitlar ko'p uchrashadi. Endi ularda qandli diabet ham bo'ladi, ularda buqoq masalasi ham bo'ladi, ularda gormonlarning buzilishi ham kuzatiladi. Qachon kelamiz biz doktorga? Bilasizmi? Qachonki o'tkazib yuborganimizdan keyin. Chaqalgandan keyin boradi. Ana o'shaning uchun men hozir bu kasallik emas deganimga Oybek juda ham hayron bo'ldi. Qanaqasiga dedilar. Haqiqatdan ham shunaqa. Umuman qandli diabetni nazorat qilish bilan uni asoratini ancha uzoq vaqtga cho'zish bu real holat. Mana hozir qandli diabetni bemalol Yevropa mamlakatlarida kasallik emasdek qarashadi, deyapsiz-ku, aniq qarashadi. Amerika Qo'shma Shtatlarida ham saraton kasalliklariga umuman oddiy xolisona qarashadi. Vohmay bilan emas. Chunki har bir kasallikni biz qachon kuchaytiramiz, qachon vohmaga tushsak, tushkunlikka tushsak, qachonki chorasiz bo'lib qolib, haligi bir burchakka borib oladi, odamlarda ajralib qoladi, haligi biror bir ish qilgisi kelmaydi, oxir oqibatda inson o'zini o'zi yeb bitiradi deydi-ku. Mana shu holat ham o'zi aslida yaxshi emas. Hozir bizning oramizda jimgina o'tirgan Nozima Sunnatullayevna ham biror narsa deyish niyatlari bor. Sababki bilaman, inson eshitadi, haligi analiz qiladi va javobga tayyorgarlik ko'radi.
man qandli diabet, man qandli diabet bilan og'rigan insonlar ro'za tutsa bo'ladimi yoki yo'q? Qandli Aytdilar. diabet bilan kasallangan bemorlar ro'za tutishdan oldin ma'lum bir tekshiruvlardan o'tib, agar Aha. ularni organizmida qandli diabeti nefropatiya, ya'ni buyraklarga bo'lgan asoratlari bo'lmasa yoki ko'zda retinopatiya asoratlari bo'lmasa, ushbu bemor insulinoterapiyada bo'lmasa, agar og'ir asoratlar kuzatilmayotgan bo'lsa, albatta ro'za tutishlari mumkin. Yashang. to'ppa to'g'ri. U har bir insonga qandli diabeti bor yo'q insonlarga ham individual yondashuv bo'ladi. Agar o'sha asoratlar bo'lmasa, albatta ro'za tutishlari mumkin. Qarang, endi ro'za Masalan, tutish bu mumkin ro'za deyapsiz. tutishda Aha. o'zini masalan ovqatlanish rejimida suv disbalansini ushlashda juda ham katta e'tibor berishlari kerak. Aha. Chunki qandli diabet bemorlar ham yoki qandli diabeti yo'q insonlarga ham bu tegishli. Chunki ro'za tutgan paytimizda organizmda suvsizlanish jarayoni bo'ladi. Masalan, kunlik ehtiyojni, masalan, iftorlik, saharlik orasida iste'mol qilib olish, suv iste'molini to'g'irlash, uglevodlar iste'molini kamaytirish, oqsilga boy, tabiiy, manba yangi sabzavotlar iste'molini ko'paytirib, to'g'ri ovqatlangan holda albatta ro'za tutishlari mumkin. Lekin agar organizmda og'ir asoratlar bo'ladigan bo'lsa, organizmga zulm qilingan holda tutish bu noto'g'ri. Ya'ni Bu o'tar ro'za masalan, qilish, ya'ni o'tar ro'za taomlanmasdan. qilish, taomlanmasdan yoki organizmga aziyat beradigan darajada o'zini shuni qiynab nazarda tutish tutib bu aytaman-da, Oybek. da bu Bizanikilarchi noto'g'ri. qandli diabet ikkinchi Lekin- tipi eplolmaydi. Yo'q, men Yo'q, bitta narsaga masalan, gapingizga bu- qarshiman. mana musulmonlar idorasini tavsiyalarida ham bu berilgan. Organizmni biza Qiynash qiynab kerak emas. ozor berishga haqqimiz yo'q. Albatta. Agar asoratlar bo'lsa, albatta u insonlarga ro'za tutish tavsiya etilmaydi. Lekin mana hozir doktor Musakova aytayotganlaridek, qandli diabetga bu Yevropada, Amerikada rostdan ham kasallik deb qaralmaydi. Nima uchun? Qandli diabet bilan kasallangan insonlar sog'lom insonlardan farqi yo'q. Bu insonlar faqat o'sha sog'lom turmush tarzi, to'g'ri ovqatlanish, jismoniy faollikni oshirish bilan qandli diabetni yengib nazorat qilib yurishlari mumkin. Bizda mana qandli diabet bilan kasallangan bemorlar bo'ladi. Qandli diabet bo'ldi, qandli diabet приговор emas deydi-yu, hukm emas bu qandli diabet. Qandli diabet bilan yashashni, o'zini nazorat qilishni o'rganib olsa inson, qandli diabet bilan 50 yil ham yoki undan ko'p asoratsiz yashash mumkin. O'zi aslida qandli diabet bilan og'riyotgan inson qaysi tipda bo'lishidan qat'iy nazar, ertalabki og'iz yopar marosimini qaysi taomlar bilan boshlagani yaxshi? Oybekjon, iltimos, hozir bitta Kirmen gapingizga deysiz xatolik deydi. gapirdingiz. Любой tipida dedingiz hozir. Aha. Iltimos, shunga aniqlik kiritmoqchiman. Xalqimiz bilish kerak. Bu yerda hozir biza ro'za tutish mumkin Ikkinchi tip. ikkinchi tip qandli diabetda. Yasha. Nozimaxon aytgan asoratli bo'lsa mumkin emas. Birinchi tip qandli diabetda Mumkin emas. ro'za tutish mutlaq mumkin emas. Shuni qat'iyan aytmoqchiman. Nimagaki Bizda hamma hammada narsa bitta har savatda. xil, da, Individual hammasi hammaga, bitta da. savatda. Qandli diabet ikkinchi tip juda ham ko'payib ketgan. O'zbekistonda ham juda ham ko'p, aniqlanmagani undan ham ko'p. Ya'ni belgisiz qandli diabeti bor, ya'ni og'zi qurmaydi, chanqamaydi, hech nima bo'lmayapti. Ya'ni shunaqa belgilari ham bor. Aytmoqchimanki, birinchi shifokorga borib, o'sha tekshiruvlardan o'tib, o'sha o'zini nazorat qiladigan endokrinologi, yo'q, sizni sahringiz shunaqa ekan, yaxshi ekan, qand tushiradigan dori vositangizni ro'za tutayotganda dozasini kamaytirasiz. Masalan, ertalabkisi To'g'ri, yarimta to'g'ri bo'ladi, kechki paytda bunaqa bo'ladi. Hali aytib o'tganlaridek suv rejimi albatta qandli diabetda og'zi quriydi, chanqiydi. Ular bir xillari sahar ko'tarilmasa ham og'zi quriydi, chanqiydi. Chunki o'sha o'rganuvchanlik bor. Aytmoqchimanki, bu juda ham muhim narsa. Endokrinolog nazoratida. Mana bizani o'zimizni mana 15-20 yillik ikkinchi tip qandli diabetlarim bor. Har doim ro'zadan oldin obsedovание o'sha tekshiruvdan o'tib aytishadi. Tutsam bo'ladimi? Tutsam bo'ladi. Degan aniqlik bor. Menga ham qarab gapiring. Yana bir narsani aytib ketaylik xalqimizga. Yaxshilar, ochlik bilan birdaniga ozib bo'lmaydi. Bu ya'ni zina bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Oddiy misol, kuniga 2 ta yopgan non yeyapsiz.
birdaniga ikkita yopgan nonni organizmdan olib qo'ysangiz, organizm stressga tushadi. U so'raydi, chunki o'rgangan-ku shu narsaga. Uni bosqichma-bosqich kamaytiriladi. Va bir narsani bilingki, ozmoqchi bo'lgan insonlar birdaniga ovqatni to'xtatamiz, birdaniga oqsilni, uglevodni to'xtatamiz. Bu noto'g'ri aslida. Uglevodni kamaytiramiz birinchi. Shirinliklarni to'xtatamiz, non mahsulotlarini ya'ni kamaytiramiz. oddiy uglevodlarni. Oddiy uglevodlarni. tez shu yerda bitta so'riluvchi. savol paydo Aha. bo'ladi-da, masalan, ro'zani ozish uchun tutish o'zi juda katta Yo'q, gunoh. shuni aytyapman. Buni o'zi juda katta xato. To'g'ri, endi siz butun niyat boshli qarang, noma'lum. ba'zi bir insonlarni fikrini o'zgartira olmaysizda. Mana shunga harakat qilyapmiz. Qandli diabet bo'lgan ham, sog'lom insonlar ham, qandli diabeti yo'q insonlar ham ro'za paytida juda ham to'g'ri ovqatlanishlari tavsiya etiladi. Masalan, iftorlik bilan saharlik orasi yaqin. Iftorlikda juda ham ko'p yeb qo'yishlari kerak emas. Yengil iftorlikda masalan Nimalar yeyish yengil- kerak? Endi buni yeyish kerak emas, kerak emas degan bilan to'ppa-to'g'ri. ish Masalan, bitmaydi. nimalar yeyishlari kerak? Birinchi og'iz ochilgandan keyin bir stakan iliq suv ichib Aha, olib, undan ichamiz, iliq keyin suv, mana ichdik undan iliq suv. keyin tabiiy ko'katlar, sabzavotlardan tayyorlangan, mayonezsiz, yog'li qo'shilmagan, tuz ko'p ortiqcha qo'shilmagan bo'lgan salatlarni yeb olish. Buni masalan diabet bemorlar ham xohlagancha iste'mol qilishlari mumkin. Bu Hop. tirik hujayra. Buni organizmga zarari yo'q. Undan keyin yengil taomlar, masalan, parda pishgan, juda ham yog'li bo'lmagan, suyuq ovqat, oqsilga boy mahsulotlarni, yog'siz taomlarni, nonsiz ovqatlarni qabul qilishlari mumkin. Mana bu rafinerlangan uglevodlar, har xil shirinli desertlar, mayonezli salatlar, xamir ovqatlar yoki Somsalar. yog'da pishgan bizada somsalar, ko'pincha somsa birinchisiga yog'li hali pishirilgan borsiz. qozon kabob, mana bunaqa o'zimizni Birinchi milliy sho'rva. yog'li ovqatlarni Ikkinchi iste'mol qozon qilishlari tavsiya etilmaydi. Yengil ovqatlanib va o'sha yeyishni xohlagan mahsulotlarni saharlikka yesalar, kun davomida yeyilganda bu harakatda bo'ladi odam. Endi qarang, hozir yana bir Kun narsa davomida. yodimizdan chiqyapti-da, qandli diabet bilan og'rigan inson. Mana ro'za tutdi, aytingiz, iliq suv bilan ochyapti. Xo'p, kletchatkalar, salatlarga o'tyapti. Mayonezsiz, tuzsiz, tuzi kamroq, yog'siz iloji boricha. Lekin yog'larning ichida foydali yog'lar ham Yo'q, bor. mana Mana misol shuni, zaytun ha. yog'i. Zaytun yog'ini Mumkin. ishlatsa bo'ladi. Bo'ladi. Yoki sigir Me'yorida, yog'i. me'yorida. Ya'ni bu albatta, foydali me'yorida. yog'larni albatta qo'shish kerak. Bular ham o'sha nima deydi? Gormonal disbalans. Gormonal fonini yaxshilaydi, keyin to'q tutadi. Ya'ni o'sha oddiy uglevodlarga talabi kamayadi. Ya'ni o'sha foydali yog'lar. Bular albatta qo'shish kerak. Bularni ham Me'yorida albatta- bo'lishi kerak, me'yorida albatta. bo'lishi Kerak, kerak. mana albatta. hop, suv ichdim, salatlarni yedim, yengil ovqatimni yedim, nima qilaman? Albatta qand miqdorini tekshiraman, to'g'rimi? Mani maslahatim, men to'g'ri chiqadimi, yo'qmi? Oldin og'iz ochardan oldin bitta tekshirib olib, Shunaqa. qand miqdorini. Undan keyin ovqat yeb bo'lgandan keyin yana bitta tekshirish kerak. Masalan, bilasizmi, soatdan ko'pchilik mana shunda noto'g'ri ish qilar ekan. Mana misol uchun ertalab nonushta qiladigan qandli diabet bilan og'riydigan inson och soat qoringa kerak, qarang, soat. och qoringa bitta tekshiradi. Ovqat yeb bo'lgandan keyin 2 yana bitta soat tekshiradi. kerak. Yo'q, 2 soat. 2 soatdan keyin. Mayli 2 soatdan keyin. 2 Chunki soatdan ovqat hozir yopib bo'ladi-yu, tekshiruv bo'lsa ochib oladi-ku. Yo'q. Musulmonlar idorasini fatvosi bor. Agar bemor inson qandaydir o'zini organizmida noxushlik sezsa, u ro'za tutgan bo'lsa, qanda qand miqdorini tekshirsa, uni ro'zasi ochilmaydi Ochilib deb. ketmaydi. Ochilmaydi. Ochilmaydi. Azaka, hattoki Ochilmaydi. osma ukol olishi ham mumkin ba'zi bir Agar paytda. bemor u bemor inson holatida bo'lsa, albatta. Undan Yo'q. ko'ra tutmagani yaxshi olbi. Yo'q, bilasizmi, bu hozir juda ham tortishadigan savol Hozir javob. bilasizmi nimaga bunaqa deyaptilar? Bular reanimatologlar. Aha. Ro'zadan keyin qandli diabetlar o'sha dekompensatsiya, ya'ni o'sha qand miqdori ko'tarilib ketish yoki tushib ketish holatlarini ko'p ko'rganliklari uchun bular eng ko'p o'sha kasallik qat'iyan yo'q deb aytyaptilar. Lekin biza mutaxassis sifatida hali yuqorida aytilgan o'sha holatlar bo'lmasa, ya'ni asoratlar bo'lmasa, juda ham ko'p bemorlarimizda ikkinchi tip qandli diabetlar ro'za tutishadi. Mana qarang, bitta misol aytaman. Meni o'zimni bemorim, juda ham aqlli bemorim bor. 25 yillik ikkinchi tip qandli diabet. Nozimaxon aytganlaridek asorati yo'q, ishonasizmi? Endi oyoqlari sal muzlab, endi neyropatiya ketyapti. Mana bunaqa qiladilar o'zlari. Mana ertalab, mana suhurda hali aytganlaridek oddiy uglevodlarni qo'shish kerak. Suhurda qo'shish kerak deyaptilar. Mana juda ham zo'r gap aytdilar. Bu narsaga uncha e'tibor bermadinglar. Men mutaxassis sifatida buni yana qaytarmoqchiman. Ya'ni kun mobaynida qand tushiradigan dori vosita ichyapti. Mana shu bemorim shunaqa.
o'sha xlebniy единицаларni non birliklarini sanab qilinglar. Ertalab qand miqdorini o'lchinglar. O'sha och qoringa. och qoringa qand miqdorini tushiradigan dori vositalarini masalan bitta ichyaptilar. Masalan, metformin ichyaptilar. Misoli, tam glukofag, sefor farqi yo'q. Va o'sha oddiy uglevodlar emas, murakkab uglevodlar qo'shilgan o'sha sifatli yog', o'sha kletchatkali ovqat yedilar. Oddiy uglevodlar ertalab yeyilsa, o'sha yaxshi bo'ladi. Ya'ni qand miqdorini tushiradigan dori ham ichyaptilar ular. Tushunyapsizmi? Agar kun mobaynida iftorgacha mazalari qotsa, og'zlari quriyapti, boshqa qilyaptilar, o'shanda ular уже men bilan maslahatlashadilarda aytadilar, "Voy, men shunaqa bo'ldim" desalar aytaman, "Voy, o'sha dozingizga yana qo'shimcha ikkinchi qand tushiradigan doringizni qo'shib yuboring" deymiz. Masalan, tushunyapsizmi? Agar mobodo qaltirab qoldim, Nigoraxon, juda mazam bo'lmadi desalar, kamaytiring deymiz. Aytmoqchimanki, bu nazorat ostida qilinadi. Nazorat qilishni qandli diabet kasal o'zi ham bilish kerak. Diabet maktabi bor. Internetlarda diabet maktabi tekinga o'tilyapti. Mana endokrinologiya markazini o'sha mutaxassislarimiz o'tishyapti, aytishyapti. Domlalarimiz aytishyapti. Lekin bizning bemorlarimiz bu narsalarni umuman bilish xohlashmaydimi, men bilmayman. Ya'ni ikkinchi tip qandli diabet ro'za tutishi mumkin. Qachonki nazorat ostida o'zi nazorat qiladi, qand tushiradigan dori vositalarini korreksiya qila oladi, ya'ni doktor bilan birga maslahatlashib tutishi mumkin. Aytilishi kerak bo'lgan ma'lumotlar juda ko'p, lekin afsuski bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Xavotir olmang, ko'rsatuvimizning navbatdagi sonida bu mavzudagi suhbatimizni davom ettiramiz. Yakshanba kuni yana shu vaqtda Milliy telekanalda ko'rishguncha